Assalomu alaykum. Qadrdon yaxshimisizlar? Bukamni yaxshi komplementdan tayyor bo'ldi yana. Bunda 8 ta pichoq, bitta qayrog'i bor. Qozog'iston akamiz xizmat o'ryapti, xudo xolasa tayyor ketishgan. 16 sm pichog'i. Terishilish pichog'i 15 sm. Oshxona bor pichog'imiz. Bu ham 17 sm. Bunisi 18 sm. Bunisi 20 sm. Bichara buni esa kesishlar vashcha chekki. Bunisi 25 sm. Kalla olishga ham bemalol bo'ladi. 16 sm. Kimga qanaqa pichoqlar kerak bo'lsa aytib turasizlar, chiroyli qilib tayyorlab beraman.